Bu hayotda inson ikki turga bo'linadi: yaxshi va yomon. Mana shu ikki holatni o'zida mujassam etgan odamlar o'zlari o'sib ulg'aygan oilada ega bo'lar ekanlar. Chunki oiladagi muhit doimo bola ruhiyatiga ta'sir etadi. Hayot davomida er-xotin o'rtasida o'ziga yarasha tortishuvlar, bahs, muzokaralar bo'lib turadi. Gohida ular katta janjallarga ham aylanib ketadi. Mana shunday voqealarga guvoh bo'lgan bolalarda esa ruhiyatning tushkun bo'lishi juda ko'p bora kuzatilgan va isbotlangan. Hozir orangizda ha endi nima bo'libdi? Er-xotin urushadi, yarashadi, hammasi o'tib ketadi deya o'ylayotganlar ham bordir. Biz ham bu fikrlaringizga qaysidir ma'noda qo'shilamiz. Oilada har qanday holat bo'ladi, lekin ular o'sib kelayotgan farzandlarga ta'sir etishi kerak emas. Ruhiyati tushkun, hayotdan alamzada bo'lgan odamlar bilan suhbatlashsangiz, ularning aksariyati bolalik yillarini shirin xotiralar bilan yodga olishmaydi. Uyimizda janjal juda ko'p bo'lardi. Oyim bilan dadam doim bir-birlarini haqorat qilishar, hatto bir-birlariga qo'l ko'tarishar edi. Men dadamni juda yomon ko'rardim. Sababi u onamga azob berardi, deydi suhbatdoshim. Uning menga aytayotgan xotiralarni tinglab o'tirar ekanman. Undagi ota-onasiga bo'lgan nafrat e'tiborimni tortdi. Balki mana shular meni bu hayotda boshqalar yutuqlarini ko'ra olmaydigan, nodon, omadsiz inson bo'lishimga sababchidir. Agar oilamda mehr-oqibat, tinchlik, o'zaro hurmat bo'lganida men ham uydagi xotirjamlikni boshqalardan qidirmay ko'cha bolasi bo'lib ketmas edim. Men ham o'qir edim, izlanardim, yaxshi joylarda ishlardim. O'ylab qarasam, yomon inson bo'lib kamolga yetishimda ota-onam aybdor. Suhbatdoshimning ko'zidan oqayotgan yosh ko'nglimni buzib yubordi. Guvohi bo'ldimki, insonga o'z vaqtida berilmagan e'tibor, mehr uni bu hayotda yomon illatlarga hamroh bo'lib ulg'ayishiga turtki bo'larkan. Aziz tinglovchi, mehr muhabbatda gap ko'p. Dunyoni razolatdan, yomonliklardan doim mehr, go'zallik, sevgi qutqargan. Yonimizdagi insonlarga, o'sib ulg'ayib kelayotgan bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Mehr berishni kanda qilmaylik. Shunda oramizda ko'ngli o'ksik, yomon illatli insonlar bo'lishiga chek qo'ygan bo'lamiz. Unutmaylikki, odam hamisha odamiyligi bilan go'zaldir.